adasi ishdan so'ng uyga kelib eshikni jiringlatibdilar, eshikni taqillatibdilar, lekin men eshitmayman. Eshik ham buni ustiga ochiq qolgan. Hayron bo'lib kirsalar, men uyni tozalayapman, pilisos qilyapman. Atrofimda esa maymunchalar to'planib qolishmoqda. Dadasi bundan hayron bo'lib, bu jarayonni bir zum kuzatibdilar. Biz hattoki buni sezmabmiz ham. Sababi meni ishdan chiqqan pilisosim juda bir meni asab tolalarimni yemayotgan payt edi. Uni ustiga shumdagilarim xuddi multikdagi maymunchalarga o'xshab atrofimga girdik-barak bo'lib, to'polonni eng kuchlisini qilishayotgan edi. Dadasi bir zum bizga tikilib qolib, rahmlar kelib, qaytib chiqib ketdilar. Men hattoki bu holatni sezganim ham yo'q va qaytib kelib, men orzu qilgan orzumdagi Robaklin pilsoslarni menga hadya qilib olib ketdilar. Vav! Men buni ko'rib juda ham hayratda qoldim, chunki buni men aslo kutmagan edim. Bayramga ayollarga eng yaxshi sovg'a bu Robaklin pilsoslar ekanligini xo'jayinim ham oxiri tushunib ketdilar. Men buni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Sababi biz nozik xilqat ayollarni eski pilsos kabi ortiqcha kuchni sarflamagan holatda mexanik tarzda Robaklin pilsoslari gilam tubidagi challarni ham o'ziga so'rib oladi. Undan tashqari esa biz oldingi zamon ayollarga o'xshab gilamlarni ko'chaga olib chiqib, sudrab, suvlar bilan yuvishga umuman hojatimiz yo'q. Uyda turgan holatda esa gilamlarni bemalol Robaklin pilsoslari orqali yuvib tozalab olishimiz mumkin. Farzandlarim ham xursand, sababi havoni ham tozalab beradi. Haytgancha siz ham aynan Robaklin pilsoslarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, meni nomimdan chiqsangiz chegirmalar mavjud.